Men 5 ta erkak va 5 ta ayolni chaqirdim. Ular o'rmonning o'rtasida 500 ming dollar uchun kurashadilar. Jigarlar bizga 5 kun yetadi. Quloqni yepsan. Sizlarda chegara bor. Bu taraf sizlarga, bu taraf sizlarga. Sizlar bir-birlaring tarafga o'tmasliging kerak, tushunasizlarmi? Bo'ldi, surlaring borib vijvoniy qilinglar. Biz ketdik. Ko'ramiz hali kim yetishini. Kim yetadi bo'lasizlar? Erkaklarmi, ayollarmi? Ketdi. Qizlar yeta olmaydi, chunki ular o'g'il bola emas. Ular haqida fikringiz? Mana, ko'rdingmi? Xo'p, ular bizni tutaylamoqchi, lekin biz yutamiz, to'g'rimi bolalar? Men qulupni topdim. Vau, shirin ekanmi? Biz qulupni topdik. Tog'a, men charchadim, yotadigan joy qilish kerak. Mana sher bo'ladimi? Biz uydamiz ukajon. Qizlar ham bo'sh o'tirgani yo'q, ular ham joy topishdi. Biz botqoq oldik keldik, suv juda loyiqa. Ammo teparoqda esa tozarog'i bo'lishi kerak. Ana suv, endi bu yerga chodir quramiz. Ular shunchalik oson deb o'ylayaptimi? Hali endi boshladim-ku. Agar men chiqib ketsam, g'alaba qilaman hammangdan. Nimadir eshitilyapti? Har xil ovozlar. Bu nima, ayiqmi? Xo'sh, bizda nima bor ekan? Mevalar, quritilgan har balo. Go'sht, hamma go'sht sendaki oshna. Men ularga suv bilan o'tkir pichoq berdim. Ovqat juda ko'p, lekin tejash kerak oshnalar. Eshityapsizlarmi? Eshityapmiz. Ukajon, nima deysan? Xo'p, eshitilar, sizlarga challenge. Xullas, bizning shartimiz mana bunday bo'ladi. Har bir ishtirokchi yutqazgandan keyin uning puli keyingisiga qoladi. Keyingisiga, oxiri qolgan bir kishi esa hamma pulni yutib olgandan keyin o'shanlarga tarqatadi. Nima? Biz tushunmadik. Nima bo'lyapti hozir? Men aytaman sizlarga, qaysi komandada ko'proq odam qolsa, o'sha komanda yutadi. Tushunyapsizlarmi? Shuning uchun ekonom qilinglar ovqatlarda. Hammaga omad, ko'proq odam qolsin komandada, bo'lmasa kimdir yutqazadi. Endi ovqat tejaymiz. Ana bu, hozir biz progress yaratamiz va ovqatlarda tejamkorlik qilamiz. Oshna, sen chiqib ketsang men afsus qilmayman. To'g'ri, albatta sen chiqasan. Mana bu chiqadi, to'g'rimi? Men chiqaman birinchi nimaga? Jigar hazillashdim, biz komandamiz qani bo'l. Biz qovoq yeymiz, bolalar, mayli. Endi bolalar uy qurish kerak, chunki bu yerda tabiati juda ham yomon. Vashshe juda yomon. Mana buni ko'ryapsizlarmi? Bu meni ko'tara oldi. Buni ko'ryapsizlarmi? Qizlar hech qachon buni qila olmaydi. Albatta, qurib ko'rsa-chi? Yaxshi, buni tepaga qilamiz. Juda yaxshi turdi. Men olov yoqaman. Yo'q, deng. Bu payt bolalar esa olov, yonsangchi, yon. Birinchi kun ham o'tdi, men vashshe uxlay olmadim, chunki yotog'im qul ekan. Qizlar, biz uyda bitirishimiz kerak. Tepasi qolgan faqat. Albatta, bolalar buni qila olmaydi. Opavoy, qayerga ketyapmiz? Aytver, biz suv qidirgani ketyapmiz, chunki suv bizdan ancha uzoqda. Ana shunday. Onasini emgan suv muncha qiyin. Top juda ham qiyin bo'lyapti. Menda suv tugab boryapti, o'lib qolaman. Ana shunday. Lekin ular albatta suv topishdi. Topdik. 3-kuni qizlar juda ham katta muammoga duch kelishdi. Ular ovqatni ekonom qilish kerak. Qizlar, gapni eshitinglar. Ovqat hammaga ham yetmaydi. Shuning uchun kimdir chiqish kerak. Kimdir emas, 2 kishi komandadan chiqishi kerak. Buni bilasizlarmi kimligini? Lekin ular kim chiqishini aniq bilishadi. Men o'ylayman, ularning o'zlari chiqish kerak, chunki ulardan bironta foyda bo'lmayapti. Bu vaqt esa bolalar bu narsani xayollariga ham keltirishmay yotishibdi. Biz ovqatni tejashimiz kerak. U qolmaydi-ku. Men o'g'il bola emasman, men erkakman. Shuning uchun ko'p ovqat yeyishim kerak. Kimdir chiqishi kerak. Biz Josh bilan shuni aytmoqchimizki, biz hamma ishni qilyapmiz. Qopqon qo'yamiz, o'tin yoramiz, boshqa mayda-chuyda ishlarni ham o'zimiz qilyapmiz. Biz shuncha ish qilgan paytimiz, ana uchalasi esa o'ttiribdi. Beparvo. Ularga aytish kerak. Ovqat tugaganmidi? Ha, tugagan. Qachon tugadi? Sen ovqat tugagan bilarmiding? Ha, bilardim. Men bilmas edim. Ovqat tugabdi bolalar. Ular 5-kunni ham o'tkazmoqda. Josh, sen ko'p ish qilyapsan. Juda ko'p. Men sen bilan ko'p ishlar qilyapmiz, lekin mana bu uchalasi esa o'tiribdi. Biron ish qilgisi kelmaydi. Bugun ertalabdan qiladigan ishini aytaymi? Salto o'tyapti. Bu dalbayb esa uni kameraga olib o'tiribdi. Men nimadir deyishim kerak ularga. Men bilmayman. Balki buni ortasidan yutqazishimiz ham mumkindir. Ammo qizlar strategiyani teshib yuborishdi. Biz mana bunday qilishimiz kerak. Qanday? Baribir kimdir chiqish kerak-ku. To'g'ri, kimdir bizning yutishimiz uchun chiqishi kerak. Yutish uchun faqat. Kimdir chiqishi kerak. Va u men bo'laman. Bizda Xanna bilan men chiqmoqchiman. Xo'p, buni ba'larga sezdirmaslik kerak. Hozir biz sizlarning oldinglaringga boramiz. Ana mashinaga o'tirsakchi? Bu yangi mashina. Uning ovozi chiqmaydi. Xanna rostdan ham chiqasanmi? Mayli, ko'proq ovqat qoladi. Ketdik. Sizga yutishlaring kerak. Rahmat, sen juda go'zalsan. Xo'p, sen biz ham keldik. Agar komandang yutsa, sen 100 ming dollar yutib olasan. Juda ham yaxshi bo'lardi. Xo'p, lekin Xannani omadi keldi. Chunki 2 kun davomida tinmasdan yomg'ir yog'di va ular o'sha zaxira ovqatini yeyishga majbur bo'lishdi. Hozir sen mening videomni ko'rayotgan bo'lsang, yangi challenge-ga tayyorligimni bilib tur va men ketyapman. Sen mashina rangiga e'tibor ber. Men har 10 kunda qizlar va bolalarning ichidan lider tanlab olib, ularni uchrashtiraman. Qizlarning oldiga ketdik. Qizlar, bugun 10-kun. Bu nima degani? Senda yomon xabar bor. Nima?
Sizlarda ichlaringdan bitta lider kerak menga. U sovg'a oladi sizlar uchun. A men ketdim. Tanlab qo'yinglar lider. Bu mana bu opa bo'ladi. Biz bolalar oldiga ketdik. Yo bolalar. Assalomu alaykum. Bashi zo'r ha? Xullas, ichlaringdan bitta lider kerak. U mostga borib meni kutib o'tirish kerak. Kim boradi? Neger aka. Men ketdim. Bizda Neger aka va mana bu opa bor. Ularni kelishini qarang. Yomon ha? Opa yaxshimisiz? Yaxshi rahmat o'zingchi. Yig'ishtiringlar. Xullas, opa, buning komandasi necha kishi qolgan? Bola, sen bu komandadan necha kishi qolganini topishing kerak. 3 kishi. Topolmading, ular 4 kishi edi. 4 kishi? Yo'q, ular 5 kishi. Ulardan birontasi topolmadi. Endi shart bajarishadi. Xullas, sizlarga kamon berib qo'ydim. Kamon bilan ana bu nuqtani ursalaring, xaltadagi yegulik pastga tushadi. Shunda sizlar bu narsani qo'lga kiritishlaring mumkin. Agar sen ot olmasang, keyin qizga navbat beriladi va u itishi mumkin. Men yaxshi kamonbozman va bunga qarashim bilan Negerning ishi yurishdi. Biz yutqazamiz. Qur'a tashiymiz. Olg'a. Suvga emas faqat. Bolalar. Bitta o'q va bitta nishon ukajonim. Avval otib ko'rganmisa? Yo'q. Xo'sh, ko'raylikchi bolalar nima bo'lar ekan? Sen birinchi marta otyapsan, birinchi marta otyapti. What the fuck? Latta. Xo'p, endi qizlarga navbat beramiz. Kutkasini yechyapti. Ana shunday qizlar. Sening jamoang uchun bu ozuqa juda ham zarur. Shuning uchun nishonga teqqazishing kerak. Nishonga. Voy, nahotki tegdi. Yaxshi. Bola qizchalik bo'la olmadi. Xo'p, og'ziqani olishing mumkin. Yaxshi. Yutganimiz uchun. Bolalarni ko'raylikchi nima qilishyapti. Bir palakat bola chiqding-da sen. Bugun ovqatlarni olib keldik. Oziq-ovqatimiz yetarli, lekin baribir men chiqaman. Nimaga? Chunki bizning oziq-ovqatlarimiz ko'p bo'lgani bilan bu juda ham kam. Demak, kimgadir yetmay qoladi baribir. Nimaga bo'lsa ham men chiqishga harakat qilaman. Hozirmi? Unda ketdik, hozir shu yerdaman-ku, olib ketaman. Xo'p, qani fissimiz bilan nishoninglar. Men ketdim. Xayr, sen yutishing kerak. Xo'p, endi qizlardan 3 kishi, o'g'il bolalardan esa 5 kishi qolgan. Biz yutishimiz kerak. Nima bo'lishidan qat'iy nazar. Albatta, chunki ular yutishi aniq. Ularda ovqat ko'p. Ertasi kuni biz hozir ovqat tayyorlayapmiz. Chunki bizning oziq-ovqatimiz yetarlicha. O'zimizga bemalol yetadi, to'g'rimi? Olinglar. Bu yerda qizlar maza qilsa, u yerda bolalar g'amgin edi. O'sha payt men borishim kerak edi. Nimaga? Chunki men o'zimda aytdim, men boray desam hamma buni quvvatladi. Ana borda chichib keldi, katta qilib. Men kursida o'tirib shuni o'ylayapmanki, agar hozir borganimda och qolib o'tirmas edik. Ertasi kuni qizlar yana ovqat deb o'tirishardi, bolalar esa ovqat topish bilan ovora edi. Ular baliq ovlayapti. Yaxshi qizaloq. Yo'q. Ol. Yo'q, ushlolmadim. Ovqat juda ham kam qolgan. Oshna bilasanmi? Ana u Senberim borku, umuman ishlamayapti. Quruq faqat yotadi. Uni chopish kerak. Sen nima deb o'ylaysan? Balkim u ham shu haqda o'ylayotgandir. Lekin shuni ayta olamanki, 13-kuni hamma portladi. Oshna bizdan xafa bo'lma, lekin sen ketishing kerak. Oshna xafa bo'lishi yo'q. Beshta oljigar. Mayli Qoravoy aka bo'pti. Qoravoy aka chiqib ketdi va qolganlar esa yana shu ishini davom ettirmoqchi. Qizaloq, bugun sening kuning. Taliya bugun chiqib ketadi. Men o'zimda chiqib ketishimga qarshi emasman. Ovqat ham qolish kerak-ku. Lekin bolalar shu haqda umuman o'ylashmayapti. Ular faqat ovqat topish kerak. Men sizlarga aytsam, men qo'rqyapman. Keyingi chemajda men qo'samchi va buni uddalay olmasamchi? Oshna xafa bo'lma, sen uddalaysan. Ular uy qurdi va uxlashga yotishdi. Keyingi kun ham ketib keldi. Bolalar, qalaysizlar? Xo'p, menga bitta odam kerak. Bu mana bu Jimmy bo'ladi. Sen ham Jimmysan, yaxshi. Oshnalar, men ketdim. Ana yurchi. Xuddi bir normal nishonlar bor yurishingda qani. Lazga. Futbolkang ber. Kerak. Majigar, shortikda ham. Bu yerda biz buni kesib tashlaymiz. Xo'p, oshna. Rahmat hammaga. Xo'p, u ketdi. Endi sizlar 3 kishi qoldilaring, shuni bilasizlarmi? Ovqatni tejash kerak, yanada tejash kerak do'stlar. Sizlar yutqashlaring mumkin. Shuning uchun o'zlaringga ehtiyot bo'linglar. Ovqat topish kerak. Men qo'ygan qopqonlarni borib ko'rishim kerak. Lekin hali beri yomg'ir yog'adiganga o'xshaydi. Agar yomg'ir yog'sa hammasi tamom. Lekin joshda omadi kelmadi. O'sha kuni juda qattiq shamol va yomg'ir bo'ldi. Tom teshildi do'stlar, qaranglar. Bolalar bu yerda teshik tom ostida, qizlar u yerda qor ostida. Ana senga, mana senga deganday, bolalarning yomg'iri 2 kundan beri to'xtamayapti. Ana endi ko'ramizmi bo'lishini. Cho'za Amerika. Hamma yoq xo'l. Ishtonimdan tortib tursagimgacha. Ovqat ham qolmayapti, suv ham qolmayapti. Nima qilamiz? Yomg'ir ham qoldi. Endi bizning qiladigan ishimiz Fiya ona menga ovqat tayyorlab berdi. Ertalabki nonushta. Mana buni qarang, juda ham mazali. Menimcha bolalarda bu narsa yo'q.
Aniq borlarda yo'q. Qo'limni ko'ryapsanmi? Ko'ryapsanmi? Yarani ko'ryapsanmi? Oyoqni ko'ryapsan? Oyoqni ko'ryapsan? Vashsha yaralar ko'paydi. Mening ketish vaqtim kelyapti. Menimcha bolalar juda ham qattiq azoblanyapti. To'g'ri. Bolalar, bolalar gaplash kerak, yig'ringlar. Men chiqmoqchiman bolalar. Agar men chiqsam sizlarga ovqat ko'proq qoladi. Mayli bolalar, mendan rozi bo'linglar. Alo. Alo. Mr. Biz, men chiqqim kelyapti bugun. Meni olib ketinglar. Olib ketamiz Josh. Josh o'tirgan, ketdik. Josh o'tirdi. Qani, xayr bolalar. Bizda ko'proq ovqat qoldi va ozgina suv bor. Lekin ertaga qanaqa kunligini bilasanmi? Ertaga challenge kuni. Biz tayyor bo'lishimiz kerak. O'sha kun ham keldi. Voy, chetla, bratchika, bugun qanaqa kun? Juma. Tentak, bugun 20-kun. Bugun ispitaniya kuni. Xullas, hammani chaqir. Voy, bizga kapitanlar kerak. Mostga kelyursin. Oshna bo'pti. Mayli qizaloq ko'rishamiz. Nima bo'lsa ham, men yutishim kerak, tushunasizlarmi? Xo'p, ular kelishyapti. Men ular bilan bir-birlar bilan gaplashishga yo'l qo'yaman. Faqat chiziqda o'tmasi kerak. Agar chiziqdan o'tsa, ular puldan yutqazadi. Do'stim, Gulobga gulni qo'yamiz bunaqa. Bu chegara do'stim. Bir-birlar bilan gaplashinglarchi. Salom. Komandada necha kishi qolganini aytsang, $50,000 beraman. Aytib o'pma. Aytmayman, nima edi? Aytish kerak. Aytmayman. Aytish kerak edi, $50,000 olarding. Xo'p, senga 33 kun muhlat tugashiga. Sengami? Senga jonim. Bratan, yomon chiroyli ko'rinar ekan. Ichi to'la zahar ekan lekin. Brat, sizga ishonuvdim. Chirbarchan qilmang hamma yoqda. Yomg'ir ham yog'averib jala qivordi. Shuning uchun sizlarga palatka berishga qaror qildim. Bir kirib ko'rmaysizlarmi qanaqa ekan? Buni qaranglar. Yomg'ir o'tmaydi bundan. Va shu zo'r-ku, o'zi sezon boshladi. Qara qanday chiroyli. Yaxshi. Voy, mazza. Bolalar buni ololmaydi, albatta. Siz olishingiz mumkin. Voy, jala yomon ekan. Ketdik. Xullas, palatkani olish uchun nimalar qilish kerak? Hozir aytaman. Chodir bizniki, ukajon. Mana yerda turish kerak. Chodirda ichishing uchun o'zing chiqishing kerak. Mana senga shart. Men bugun yolg'iz qolamanmi? Yo'q, bunisi ketmaydi. Xo'sh, qizlardan boshlaymiz. Sen palatkani olishni xohlaysanmi? Oma iltimos kerak emas, lekin sen chiqishing kerak. O'zingda komandang uchun palatka olishni xohlaysanmi? Xo'p, men olaman. Tabriklayman. Bu narsa kerak emas edi. Nima kerak edi uni olib? Xo'p, endi sen o'zingda komandang uchun palatka olishni xohlaysanmi? Uzr, chodirni. Xo'p, ko'ramiz hozir nima qilar ekan. Qani boshla. Nima? Olasanmi? Nahotki? Yo'q, bu olgani yo'q. Jamoa bilan qolaman. Xo'p, senga rahmat. Qani ketdik. Yo'q. Bu kerak emas edi. Chunki men yolg'iz qoldim. Endi har doim yolg'iz qolaman. Oshna, g'art, o'shamisan? Nimaga olmading? Endi men yomg'irda qolib ketaman-ku. To'xta, TJ qani? U josuslik qilmoqdami? Shpioney. To'xta. Men bilgandim. Ularning komandasidan bir kishi qolganini. Tushundingmi? Ularning komandasidan bir kishi qolgan. Biz yutishimiz kerak. Hozir buni borib chaqimchilayman. Ketdim. Jigar, ulardan bir kishi qolgan. Nima? Men borib ko'rdim. Ulardan atiga bir kishi qolgan, tushunyapsanmi? Maqtdi. Ularda yashash joyi bor, yeyishga ovqati bor. Endi-chi, sen o'yla, ulardan bir kishi qolgan. Sen meni chodirga almasharmiding? Almasharmiding? Albatta. Kunlar o'tib, ertasi kun ham keldi. Men hayronman. TJ nimaga palatkani olmadi? Yashash uchun bu narsa kerak-ku, to'g'rimi? Mayli, bizda ovqat bor, yegulik bor, lekin yashash ham kerak-ku. Bunday joyda o'lib ketishimiz ham mumkin. Xo'p, bu paytda Fedra nima qilyapti? Fedra o'ziga 3 soat, 4 soat deganda chodirni qurib bo'ldi. Mana qarang qanday chiroyli. Bu yerda qizlar degan yozuv. Ko'ryapsanmi, kim yutishi aniq. Men narsalarimni joylashtiraman. Mana bu yerga. Xo'p, qaranglar qanday chiroyli joy bo'ldi. Endi bu yerda yashash oson. Bolalarchi? Bolalar hali ham o'sha ishda o'ylab, siqilib yotibdi. Nimaga yarimni yutish kerak-ku? Mayli, unda chodir bor, lekin biz ikkishimiz. Keyingi challenge'da u chiqishiga to'g'ri keladi, tushunyapsizlarmi? U chiqadi. Sizlarga aytsam, bu juda ham katta xato bo'ldi. Chunki mening bir o'zim qanday qilib bu oshiqlarga dosh berishim mumkin. Biz ahmoqlarni yaxshi ko'ramiz. Mana biz olga chiqdik. Boshni yo'rtashaymiz. Ular nima topishdi bilasizlar? Albatta toshbaqa. Toshbaqani qaranglar, yeb taylayman hozir. Qizlar, siz menga juda ham qiyin bo'lmoqda. Ular borligida men o'zimni yolg'iz his qilmagandim. Hozir esa ular yo'q. O'sha payt ularning qani 5 ta tasha degan gapini juda ham sog'inyapman. 5 ta tasha. 5 ta tasha. Men o'ylashimcha u juda ham qiynalyapti. Chunki uning bir o'zi qoldi. Lekin bu yerda u qiynalayotgan payt bolalar bu tarafda jinnilikni boshlab yuborishdi. Shuna, buni qara, qoch. Bu ilon-ku, qo'yib yubor uni. Uni uzunligini qara. Oshna yesakcha? Yaqin jinni bildingmi? Yeymiz oshna. Hop, kunlar o'tib boryapti. Men vashshi challenge'ga tayyor bo'lyapman. Yutishimiz aniq do'stlar. Shuning uchun
bir narsa o'ylab topish kerak. Rostdan ham ular bu narsaga jiddiy qarashyapti. Xo'p, endi 30-kun ham keldi. Sen kapitansan? Albatta, boshqa kishi yo'q-ku. Demak, sen kapitansan. Ketdik. O'tgan safar sen kapitan eding. Xo'p, endi sen kapitansan? Albatta, oshna menman. Xo'p, qani ketdik o'g'li. Xo'p, ular ana kelishdi. Sizlar yana shu yerdasizlar. Men seni ko'raman deb umid qilmagandim ekan. Wow! Jongina, meni ko'rasan hali. Xo'p, sizlarga yangi challenge. Bu yerda sizlarning qarindoshlaringni chaqirib qo'ydim. Oila a'zolaringni ham. Xo'p, xohlasang sen ko'rishing mumkin. Yo, xohlasang sen. Xullas, sizlardan bir kishi oilasini ko'rishi mumkin. Kimligini o'zlaring topinglar. Meni bolam bor. Men uni ko'rishni xohlayapman. Iltimos. Xo'p, oshna, endi senchi lager tanlaysanmi yoki oilangni ko'rishdimi? Xo'sh, tanla. Oshna lagerda ol. Meni ham bolalarim bor. Men bolalarimni taniyman. Ularni ko'rish xohlayapman. Xo'p, ularni olib kelinglar. Qani? Ular kelishdi. Ko'rishlaring mumkin. Oy, bolajonim, onajonim, yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat. Voy, meni bolalarim. Anajon, sizga shukuraman. Men ham. Voy, qani takrorla. Mister, bis. Chanach. Ana shunday o'g'lim, ana shunday opa. O, jigarlarim. Xullas, mening oilamda yaxshi ko'raman, o'g'limda, onamda, men esa oilamda yaxshi ko'raman. Menga po'xo'y, vashshe, chunki men oilamni birinchi o'ringa qo'yaman. Ana shunday do'stlar, 10 kun kutamiz yana keyingi challenge uchun. Men juda xafaman. Men bugun ertalab yaxshi turganim yo'q. Men oilamni sog'inyapman. Bolamda va qolganlarda ham. Ular kelishdi, lekin men uyga ketishni xohlayapman. Hammasini tashlab. Nima? Seni oilangni tanlading. Men oilamni birinchi o'ringa qo'yaman. Tushunyapsanmi? Menga hech qanday og'aydi, lager kerak emas. Oilam mening uchun birinchi o'rinda. Biz qolgan narsani o'zimiz ovlab yeymiz. Xuddi yashashdek. Vijivaniya qilish kerak do'stlar. Do'stlik ikkinchi o'ringa turadi. Hozircha yashash muhim. Sizga aytsam, yolg'iz yashashda ham foydalari bor. Men buni to'plab keldim, qaranglar. Bu yerda men buni mazza qilib yeyman. Bu aniq aytaman, bu narsa bolalarda yo'q. Ha, bolalar esa o'zicha xursand, lekin ularda bir narsa kutmoqda. Kechqurunga mehmon. Ey, jim. Bu yerda kimdir bor. Kimdir yuribdi. Nima qilyapsan? Jim deyapman, kimdir bor. Xulashib qo'yasanmi? Jim ey. Bu yerda aniq kimdir yuribdi. Oldimizda kimdir yuribdi. Men juda ham qo'rqyapman-ku. Xo'p, ular ertasi kuni buni tekshirmoqchi bo'lishdi. Oshna, buni ko'ryapsanmi? Bu haqiqiy ayiq dezi-ku. To'g'ri aytishdi. Ayiq bizning kameralarga tushib qoldi. U chodirning yonginasidan o'tib ketgan. Boyoqdan qo'rqardi bu narsadan. Ayiq qanday kelib bu yerga kelib qoldi, ha? Qaranglar. Bu oilasini tanlagandi va chiqishni xohlamagandi. Endi esa bu narsani o'ylab ko'rmoqchi. Men oilamni tanlagandim, lekin ayiq shuni uqtirmoqchi bo'lyapti. Oila muhim emas, yashash muhimligini. Men DJman. Oshna bu yoqqa gaplashaveraylik. Ovqat ko'p, yashash ham zo'r, lekin men ketaman. Men ketmoqchiman va senga ishonaman yutishingga. Oshna, menga ishonyapti. Nimaga? Men yutishim aniq emas-ku, to'g'rimi? Oshna, men senga nima shtirlayapti? Ana oratsiyani menga ber. Men ketaman. Ber dedim. O, alo, Mr. Xuytur. Men ketmoqchiman. Xo'p, hozir boryapman. Men bilan oshnalar ham bor. Logan Paul va KC. Va oshna, bu yer dahshat-u, ha? Qaranglar, atrofda bu yerga yashashni orzu qilardim, to'g'ri? Nima? Ara ekan. O'yle. Keldik oshna. Sen ketmoqchisanmi? Aniqmi? Ha, ovqat ko'p oshna. Ovqat yetadimi? Bir ko'raylikchi. Yuringlar ko'rsataman. Mana bu ovqatlarni ko'ryapsanmi? Bu senga yetadi o'ylaysanmi? Albatta, bu menga 60 kunga va yana 3 ta challenge ga yetadi. Qizlarda bor deb bilasanmi? Yo'q, ularda yana bir 5 kunlik ovqat bor. U 13 kundan beri bir o'zi o'tiribdi va men buni endi boshladim. Xayr oshna. Men yolg'izman. Ular yolg'iz yashashni boshladi. Xo'sh, qanday ketadi deb o'ylaysiz? Albatta, ular bir o'zi yashash davom etmoqda. Mana bu akamiz o'zi ovlab, baliq ovlab yeyapti. Mana bu opamiz esa u hayvonlarni boqish bilan ovora. Mana buni ko'ryapsanmi, prinsessa? Xo'p, ular yashash uchun kurashmoqda. Endi keyingi challenge ga o'tamiz. Oho, ular kelishini qarang. Yorib qo'ygandek. Xo'p, yangi challenge-ga tayyormisizlar? Oshna, men qara seni. Sen o'zi yolg'izsan. Yana meni yutmoqchi bo'lyapsanmi? Menga 80 kunga yetadigan ovqatim bor. Meni lagerga ham cho'tki. Borsang, kayf qilib Men hech baloq ishlar qilyapman. Zerikdim. Men hali bu yerdan chiqmayman. Hali ko'p qolaman bu yerda. Sen hazillashyapsanmi? Yo'q, hazillashganim yo'q. Sen hali bu yerda 20-30 kun qolishni o'ylayapsanmi? Bolangchi, Lincolnchi. Bolammi? Meni bolam bilan qo'rqitma. Bolam senga o'yinchoq emas. Men bolangni avtomat qilib ishlatyapman, tushunyapsanmi? U asabiylashyapti. Ko'ryapsanmi? Men yutaman bu narsani, tushunyapsanmi? Sen yutqazasan. Xo'p, challenge o'tamiz do'stlar. Challenge mana bunday. Sizlarga 4 ta narsa beraman. Masalan, pichoq. Sen pichoqni olishni yozding. U ham bu narsani yozdi.
Agar ikkalang bir xil narsa yozsang, ikkalang ham pichoq olmaysan. Xo'p, birinchi predmetni olib kelinglar. Qani, bu qarmoq bilan nimadir ovlash uchun nimadir. Xo'p. Qani yozinglarchi? Oho, juda ham asabiylashyapti. Hech kim bitgani yo'q. Keyingi narsani olib kelinglar. Bu Dude Vipes. Onasini emgan bu Dude Fives nimaligini qiziqibsizlarmi? Bu nam salfetka. Nam salfetka, tushunyapsizmi? Va shu zo'r ekan-u. Xuddi shunday. Bu salfetkani zo'r tarafi, u bilan hatto ko'tingizni artishingiz mumkin. O, sen? Hop, kim Dude Fives oladi? Qani? Bu Dude Fivesni tanlabdi. Abuchi? Hech qanaqa. Bu sen Dude Fives yutib oldingmi? O, yaxshi, Dude Fives meniki. Uchinchi narsani olib kelinglar. Bu ham Dude Fives. Chunki sponsor. Xo'p, senga Dude Fives yoqyaptimi? Albatta. Xo'p, yozinglarchi, kim xohlaydi Dude Fives? O, u yozmadi. Seniki. Dude Fives shunaqa zo'r narsaki, uni ko'tingizga artishingiz mumkin. Xullas, elementi uchun hammaga rahmat. Videomiz davom etadi. Oshnalar, Dude Fivesni olinglar, zo'r narsa ekan. Qani ketdi. Ular Dude Fives bilan qo'ltig'ini tayinli, soqolni, oyog'ini artdi. Xullas, boshqa nima artishdi, endi yo'qni aytmayman. Silada bo'lsa, u menga aytdi, senda qancha ovqat bor, senga yetadimi? Mening javobim, sen chiqquningcha mening ovqatim o'zimga yetadi. Tushunyapsanmi? Mening ovqatim ko'p, tashvish qilma. Xo'p, bu payt chulbaqa bo'lamiz, yutish uchun amin bo'lmoqda. Men bu challenge-da aniq yutaman do'stlar. Tushunyapsizlarmi? Menga yolg'izlik yoqadi. Men bir o'zim bu joylarda qiroliga aylanaman. Xullas, sizlarga aytib o'tsam, shart bunday edi. Agar 5 kishidan 1 kishi qolib o'sha odam yutsa, uning puli har bir a'zoga beriladi. Unutmanglar bu narsani. 50-kun men uchun yangi kun hisoblanadi. Men challenge-ni yutaman do'stlar. Ishoninglar menga. Men ketdim. Qarang hammaga. Xo'p, 50-kuni ular tayyor bo'lib, mening oldimga kelishyapti. Xo'p, bu yoqqa kelinglar. Bu yerga kelinglar. Mana yoqqa kelinglar. Salom, qandaysizlar? Men bu yerda yo'qman, chunki men boshqa yerda syomkada yuribman.